Добрый вечер, дамы и господа. Sizlar bilan Mo'ylovli tog'a. Bugungi sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsam Steam'da pulli o'yinlarni, ya'ni onlayn o'ynamoqchi bo'lgan o'yinlaringizni sizlarga tekinga skachat qilib o'ynashni o'rgataman. Faqatgina bitta narsa, sizlarni qaroqchilik, ya'ni piratskiy haqida targ'ib qilayotganim yo'q. Bu shunchaki hammani ham sharoiti ko'tara olmaganligi uchun bu narsani sizlarga o'rgatyapman. Sizlar diqqat bilan tomosha qilinglar va sizlarga o'rgataman. Demak, birinchi o'rinda brauzerga kiramiz va online, ya'ni online fix saytiga kiramiz. Va bu saytni bosganimizda ofitsialniy sayti mana bu bo'ladi. Yaxshilab ko'rib olsalaring, mana shu sayt orqali kirib, bu yerda har xil o'yinlar, har xil janrdagilar nimadirlar kerak bo'lsa, shu yerdan qidirib topasizlar. Mana yerda gonka, arkada, ujas, yana nimadir bo'lsa. Xullas, menga kerakli o'yin. Tak. Mana bu o'yinni qidiryapman, ya'ni bolalar bilan qo'shilib o'ynaydigan o'yin. 2 kishi, 3 kishi o'ynasa bo'ladi. Bu o'yinni bilsalaring kerak. Xuddi shu o'yinni hozir o'ynaymiz va qanday qilib skachat qilishni ko'rsataman. Tak, va orqaga qaytaylik. Mana 4 ta usuli bor skachat qilishda. Online fixda driver yoki server orqali, menda torrent bo'lgani uchun через torrent skachat qilyapman. Torrentni bosdim va chap tarafda ko'k yozuvdagi narsaga bosaman va skachat qilaman. Ana ko'rganingizda skachat bo'ldi. Va через torrent orqali bu o'yinni okey qilib skachat qolamiz va настройкаga kirib, проверь скоростni высокий qilib qo'ysam, yanada tezroq skachat qiladi. Bu taraf menga reklamaga pul bermagan, buni yashiraman. Ana shunday. Yabat! Internetni tezligini qara ahvolini. Nima bu ahvoli? Buni yo'q, yaxshi ko'tarilib ketdi. Yaxshi, sekin ko'tarilib boryapti. Yaxshi, muhimi ko'tarilish bor, to'g'rimi? Da, to'g'ri. Unda kutamiz. Short qilib vaqtni o'tkazib yuboraman. Xullas, montajda ketdi. Полный запись bo'lgandan keyin, qanaqa запись, установка bo'lgandan keyin, skachat bo'lgandan keyin demak, o'sha papkaga kiramiz. Tak, u papkam qani meni? Установка va mana o'sha o'yinni ana endi bana ustiga kiramizda parol so'raydi. Parolni qayerdan olamiz? Har doimgidek saytda o'zida parol bo'ladi. Ana qayergadir yozilgan bo'lishi kerak. Parol. Qani parol? Qayerda parol yozmabdi? Har doim parol yozardi-yu. Запуск, подключение, создать server, program. Ha, mayli. Qaranglar, parolni qanday olamiz? Parolni mana bunda o'zini olamiz, qaranglar. Online fix degan yozuvni shunday olamiz. Yarmi kerak menga. Az. Mana. Ana shunday qilamizda, Ctrl+S ni bosib, parolni olib, mana bu joyga stavit qilib, OK deb bosamiz, ochiladi. Keyin извеличить qilib olamiz. Qaranglar. O'yinni o'zini topishimiz kerak endi. Uni papkasini o'yini qayerda ekan? Bunimiki. Va mana o'yini shu ekan. Ana endi diqqat bilan ko'ringlar, kuzatinglar. O'yinni olamiz. Boyaga извеличить bo'lgan joyda tashqarisida yoki ichkarisida o'zingizlar qayerga извеличить qilgan bo'lsalar, o'sha yerda Ctrl+X ni bosib yoki bunday qilib stavit qilib olsalar bo'ladi. Men o'yin papkasiga tashiyman, mana. O'yinning papkasining ichiga kiraman va ikkinchi mana bu papka bor-ku, извеличить qilib olgan papkamiz, yo'q, skachat qilib olgan papkamizda kiramiz, buni извеличить qilamiz va buni ichkarisidagini ham извеличить qilib olishimiz kerak. Bunisi ham kerak. Paroli o'sha. Qaranglar, buni извеличить qilib olganimizdan keyin mana hozir bir to'g'riroq tushuntiray. Mana bu o'yinning papkasi. Bu o'yinni o'zi mana Games'ga tashab qo'yganman. Bu esa hozir извеличить qilib olganimni olaman, qaranglar. Shuni olaman, kopировать yoki выставить shuni bosamanda va o'yinni papkasining ichiga выставить ni bosyapman. Ko'rasizlar, mana va заменить degan yozuv bo'ladi. Заменить ni bosamanda mana ikkita papka almashadi. Ko'rdilaring, ikkita papka almashadi. Ana endi Steam'ga kiramiz. Steam'ga kirganimizdan keyin bibliotekaga bosamizda va добавить игру bo'ladi. Pastda ko'rib turganlaring. Добавить игрuni bosamiz.
va o'sha o'yinni qidirib topishimiz uchun poiskka bosamiz va boyagi joyni o'yinni topamiz. Mana RV ni topamiz va o'sha o'yinni yarligini topishimiz kerak. OK da bosamiz va bu tarafda chiqadi добавить избранныйni bitta bosamiz. Mana. Ko'rib turganlaringdek o'yin Steam ga tushdi. Играть bosamiz. Bu kerak emas, reklama chiqadi, bir nimalar. OK. Qaranglar. Hozir o'yinga kiradi. Ko'rib turganlaringdek o'yinni ochdi через Steam orqali mana. Shaderga bo'ladi, nimadirlar bo'ladi. Xullas qaysidir o'yinni qilsalaring, hammasi avtomatik chiqib boradi. Men qilgan ishda ketma-ketligida qilsalaring, hammasi to'g'ri va ajoyib tarzda bo'ladi. Sizlarga yoqqan bo'lsa xursandman. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Nimadir gaplaring bo'lsa kommentga yozinglar. Men uni albatta o'qib chiqaman. Va xullas bosinglar. Tugadi.